الحمد لله وحياكم الله. Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. نبذة Roza hukmlariga taalluqli suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun kasallar va roza tutishga qiynaladigan turli uzr egalari haqida gaplashamiz. Alloh taolo bandalariga yengillik berib, roza tutishga qodir bo'lmaganlarga rozani farz qilmagan. Ularga roza tutmaslik mumkin. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qildi. Dinda sizlarga hech qanday qiyinchilik qilmadi. Boshqa oyatda Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi. Roza tutmasligi joiz bo'ladigan insonlarning birinchisi kasallar. Kim kasal bo'lib, salomatligini yo'qotgan bo'lsa, roza tutmasligi joiz bo'ladi. Salomatligini yo'qotgan bo'lsa deb aytishimizning sababi, agar insonni ba'zi joyi yengil og'riyotgan bo'lsa, roza tutmasligi joiz bo'lmaydi. Misol, ozgina tishi yoki boshi og'riyotgan bo'lsa, yoki yengil shamollagan bo'lsa, yo'talayotgan bo'lsa, shunga o'xshash yengil kasallik vaqtida roza tutmasligi joiz bo'lmaydi. Chunki oyatda kim sizlardan kasal bo'lsa deyilgan, ya'ni salomatligini yo'qotgan, roza tutishga qiynaladi yoki roza tutsa kasalligi ziyoda bo'ladi yoki sog'ayish kechikadi. Mana shunday kasal insonlar roza tutmasa bo'ladi. Balki kim kasal bo'lib, roza tutish unga qattiq zarar beradigan bo'lsa, bu holatda roza tutish joiz bo'lmaydi. Holati yaxshi bo'lmagunicha roza tutmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "O'zlaringizni halokatga tashlamanglar." Kasal odam roza tutsa, salomatligi yanada yomonlashishini qanday biladi? Dinni tushungan ishonchli tabib shifokorlarga quloq soladi yoki o'zining tajribasiga, doimiy holatiga qaraydi. Demak, salomatligi bo'lmagan bemor roza tutmaydi. Sog'ayganidan keyin roza tutmagan har bir kunining qazosini tutadi. Qazosini tutish ham sog'aymagunicha vojib bo'lmaydi. Agarda kasallik uzoq vaqtga bir necha yillarga cho'zilsa ham, modomiki shifokorlar bu inson inshaalloh tuzalib ketadi deb aytayotgan bo'lsa, sog'ayib ketgunicha kutaveradi. Surunkali kasal bo'lganlar, ya'ni shifokorlar aytsaki, bu tuzalmaydigan kasal desa, bunday bemorlar rozaning qazosini tutmaydi. Ularga fidya to'lash farz bo'ladi. Roza tutmagan har bir kuni uchun miskinlarga yarim so, taqriban 1,5 kilo miqdorida taom beradi. O'zining o'lkasida oziq-ovqat bo'lib hisoblanadigan guruch va shunga o'xshash yegulik ozuqalardan beradi. Yoki taom tayyorlab roza tutmagan har bir kuni uchun bir miskinni taomlantirsa ham bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu yoshlari ulg'ayib roza tuta olmaydigan holatda bo'lganlar va 30 ta miskinni chaqirib to'ygunicha taom berardilar. Miskinlarga taom tarqatadigan tashkilotlar bo'lsa, o'shalarni vakil qilsa ham bo'ladi. Ya'ni kambag'allarga pul bergan bo'lmaydi, balki taom tarqatadigan tashkilotlarni vakil qiladi. Roza tutmaslik joiz bo'ladigan uzrlardan yana biri safar qilish. Agar safar chog'ida roza tutishga qiynalsa, roza tutmaslik afzal bo'ladi. Safarda roza tutmaslikka Alloh ruxsat bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Allohning ruxsatiga amal qiluvchi kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Roza tutmaslik joiz bo'ladigan safar qanday bo'ladi? Inson muboh ish bilan o'zi yashab turgan shahardan taqriban 80 kilometr uzoq masofaga boradigan bo'lsa, roza tutmasligi joiz bo'ladi. Roza tutmaslik maqsadida safar qilsa, unga rozani ochishligi harom bo'ladi, chunki u hiyla qildi. Muboh ish bilan safar qilgan inson roza tutishga qiynalmaydigan bo'lsa ham roza tutmasligi joiz bo'ladi. Bunga ulamolar ittifoq qilishgan. Agar u salqin soyada yursa ham, atrofida xizmatkorlari bo'lsa ham, safarda roza tutmasligi joiz. Safar qilayotgan odam o'zi yashab turgan shahardan butunlay chiqib ketmagunicha rozani ochishi joiz emas. Shahardan chiqib ketganidan keyin og'zini ochsa bo'ladi. Samolyotda bo'lsa ham xuddi shunday. Samolyot ko'tarilib, shahardan uzoqlashmagunicha rozani ochmaydi. Agar aeroport shahar tashqarisida, shahardan uzoqda bo'lsa, shahardan chiqib ketganidan keyin uning safari boshlangan hisoblanadi. O'zi yashab turgan shahardan chiqib ketayotganida safar duosini o'qiydi. Chiqib ketganidan keyin uning safari boshlangan hisoblanadi. Lekin aeroport shaharning ichida bo'lsa yoki shaharning chekkasida bo'lsa,
samolyot ko'tarilib shahardan uzoqlashmagunicha ro'zani ochmaydi. Chunki samolyot shahardan uzoqlashmaguncha u o'zining shaharda turgan hisoblanadi. Yuk mashina haydovchilari yoki uzoq masofalarga kira qiluvchilar agar shaharlardan 80 kilometrcha uzoq masofaga boradigan bo'lsalar, ro'zalarni ochsalar bo'ladi. Safarda bo'lgan kishi ro'za tutadigan bo'lsa, uning ro'zasi qabul bo'ladi. Xossatan bir kishi asrdan keyin safar qilsa, safar qilganidan keyin og'iz ochishga ozgina vaqt qoladi. Shunda ro'zamni ochmay oxirigacha tutib qo'yaman desa yaxshi. Shunday qilishi to'g'ri bo'ladi. وما بقي على المغرب إلا قليل ثم أقضي الأرفق بي أن أصوم أكمل هذا اليوم فلا مانع والحمد لله. Ramazonda ro'za tutmasligi joiz bo'lgan insonlarning keyingisi homilador bo'lganlar va emizikli bolasi borlar. Ularni ro'za tutmasligi joiz bo'ladi. Agar o'zlariga yoki farzandlariga biror kasallik yetib qolishidan qo'rqsalar, qachon o'zlariga yoki farzandlariga biror kasallikdan qo'rqsalar, ro'za tutmasligi joiz bo'ladi. Keyin ro'zani qazosini tutadilar. Xuddi kasal odam tuzalganidan keyin qazosini tutgani kabi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: musofir uchun safarda ro'za tutmasligiga va namozni qisqartirishiga ruxsat berildi. Homilador va emizikli bolasi borlar uchun ro'za tutmasligiga ruxsat berildi. Demak, homilador va emizikli bolasi borlar ro'za tutishga qiynalsalar, ro'za tutmaydilar. Ro'za tutish qiyin bo'lmasa, ro'za tutaveradilar. أصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت وكذلك العجوز المسنة. Ro'za tutmaydiganlarning 4-si yoshlari ulg'ayib, ro'za tutishga qodir bo'lmay qolgan qarichol va kampirlar. Bu hukm Baqara surasining 184-oyatida ham ishora qilinadi. Bu oyatni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma quyidagicha tafsir qilganlar. Ro'za tutishga qattiq qiynaladigan yosh qari insonlar har kuni uchun bir miskinni taomlantiradilar. Ammo kimning yoshi juda ulg'ayib, aqlini yo'qotgan bo'lsa, bolalarini ham tanimaydi, o'ng tomondan chap tomonni ajrata olmaydi, ro'za nimaligini bilmaydi. Mana shunday holatga tushib qolgan insonlardan farz vojiblar soqit bo'ladi. Ular namoz ham o'qimaydilar, ro'za ham tutishmaydi. Lekin ularning nomidan fitr sadaqa chiqarish kerak. Ro'za tutmaydilar, fidya ham to'lamaydilar. Ro'zani qazosini ham tutmaydilar. Chunki ular aqllarini yo'qotib, mukallaflikdan chiqqanlar. Ular namozni ham, ro'zani ham ma'nosini tushunmaydilar. Namoz vaqtida gapiraveradi. Ro'za tutdim deb yeb ichib yuraveradi. Ular aqlini yo'qotgan insonlardir. Subhanalloh. Inson shunday zaif yaratilgan. Alloh taolo aytadi: "So'ngra kuch-quvvatdan keyin sizlarni zaiflik va qarilikka qaytaradi." Boshqa oyatda: "Va sizlardan ko'p narsalarni bilganidan keyin tuban umrga qaytib, munkillab qoladiganlar bor. Oqibatda hech narsani bilmay qoladi." Insonning holati ana shunday. Alloh barcha narsaga qodir zot. Yana ro'zani ochish, qattiq ochlik yoki qattiq chanqoqqa yo'liqqan kishilar uchun ham ro'zani ochish joiz bo'ladi. Turli vaziyatlar bo'lib, inson qattiq chanqoq holatiga tushib qolishi mumkin. Agar suv ichmasa, halokatga uchraydi yoki salomatligini yo'qotadi. Bunday holatda ham ro'zani ochishga ruxsat berilgan. Salomatligini saqlab qoladigan darajada suv ichib oladi. Keyin qazosini tutadi. Og'ir ish bilan shug'ullanadiganlar, nonmoylar, quruvchilar, ularga og'izlarini ochishlari mumkin emas. Og'ir ish qiladiganlar ro'za tutmaydi degan gap yo'q. Ularga ro'za tutish farz, har kuni ro'za tutishlari kerak. Mabodo ish vaqtida turli hodisalar bo'lib, qattiq qiyinchilikka tushib qolsa, agar og'izni ochmasa, salomatligini yo'qotadigan bo'lsa, bunday holatda ro'zani ochish joiz bo'ladi. Chunki bu zarurat holatiga tushib qoldi. Alloh taolo zarurat holatida bo'lganlarga ruxsat bergan. Uzrli ayollar va nafos ko'rgan ayollar ham ro'za tutmaydilar. Poklanganlardan keyin qazosini o'taydilar. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: "Bizlar ro'zaning qazosini tutishga buyurilar edik. Namozning qazosini o'qishga esa buyurilmaganmiz." Agar shomdan ozgina oldin uzrli holat bo'lib qolsa, afsus nadomat qilmasligi kerak. Kuni bilan tutgan ro'zam bekor ketdi demasin. Balki Allohning buyrug'ini bajarib, shu vaqtgacha tutdi. Endi buning savobini Allohdan umid qilish kerak.
ونزل الدم قبل har المغرب doim ب10 Allohning دقائق، buyrug'iga ونزل taslim الدم قبل bo'lish, المغرب ب10 دقائق. Allohning qazoyi qadariga rozi bo'lish, mana shu Alloh uchun bo'lgan haqiqiy ibodat va haqiqiy toatdir. Hayz ko'rgan ayol qadarga rozi bo'lib savob umid qilsa, ajabmas roza tutganning savobiga erishsa. Albatta Allohning buyrug'iga taslim bo'lish va Allohning qazoyi qadariga rozi bo'lish uchun beriladigan savob cheksizdir.